Bugun qizilcha haqida ma'lumot beraman. Qizilchani o'zi bilmagan odam bo'lmasa kerak. Tabobatda ham, meditsinada ham keng ishlatiladigan juda ham foydali sabzavot hisoblanadi. Tarkibida vitaminlari juda ham ko'p, mis bor, yod bor, foleviy kislota bor, temir moddalari bo'lganligi uchun gemoglobinni ko'tarishga yordam beradi. Ayollarda teri kasalliklarida ham juda ham yaxshi yordam beradi. Jigar muammolarida o't haydovchi mahsulot hisoblanadi. Undan tashqari albatta qabziyatga va immunitetni oshirish uchun keng ishlatiladi. Buni bir kunda 100 gram, 150 gramdan oshiq iste'mol qilish mumkin emas. Buyrak kasalliklariga, ayniqsa buyrak tosh kasalliklarida tarkibida oksalat kislotasi bo'lganligi uchun mumkin emas. Qand kasalliklariga ham mumkin emas, chunki tarkibida shakari bor. Undan tashqari yana asid kasalliklarda, ya'ni jigar muammosidan qorinda suv to'planib qolgan holatlarda ham o'rtoqlar mumkin emas. To'liqroq ma'lumot olish uchun kommentariyaga qizilcha so'zini qoldirsangiz, albatta to'liqroq ma'lumot beraman. Kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.